5 ta oltin butsi yoki bitta oltin to'p. 5 ta oltin butsi. Nimaga? 5 yil eslashadi-da. 1 yil Ronaldo bilan o'ynash yoki 3 yil Messi bilan. 1 yil Ronaldo bilan. Xo'p. Ya boshqatdan ber 3 yil Messi deyman. Boshqatdan. 1 yil Ronaldo bilan o'ynash yoki 3 yil Messi bilan. 3 yil Messi bilan. Nimaga? Messi yaxshi-da. 100 ta golli uzatma berish Ha. yoki 20 ta gol urish. Endi смотря qanaqa liga, qanaqa bo'ladi. Yevropa. Liga chempion bo'lsa 100 ta pas berish. 3 marta jahon chempionatining o'yinini ko'rish yoki 1 marta oltin to'p marosimiga borish. Oltin to'p marosimiga borish, sababi jahon chempionatini 3 marta o'zim ham ko'rib qo'yaraman. 5 ta oltin butsi yoki bitta oltin to'p. 5 ta oltin butsi. Nimaga? 5 yil eslashadi-da. 1 yil Ronaldo bilan o'ynash yoki 3 yil Messi bilan. 1 yil Ronaldo bilan. Xo'p. Ya boshqatdan ber 3 yil Messi deyman. Boshqatdan. 1 yil Ronaldo bilan o'ynash yoki 3 yil Messi bilan. 3 yil Messi bilan. Nimaga? Messi yaxshi-da. 100 ta golli uzatma berish Ha. yoki 20 ta gol urish. Endi смотря qanaqa liga, qanaqa bo'ladi. Yevropa. Liga chempion bo'lsa 100 ta pas berish. 3 marta jahon chempionatining o'yinini ko'rish yoki 1 marta oltin to'p marosimiga borish. Oltin to'p marosimiga borish, sababi jahon chempionatini 3 marta o'zim ham ko'rib qo'yaraman.